Do'stlar, men Andijon viloyati Marhamat tumaniga keldim. G'ayrat. Marhamatdan olyapsan. Nima bo'ldi? Kuchi ko'payib ketdimi? Marhamat somsasini yegan odamda liboyni kuchi ko'payib ketadi, tushunaysan? Marhamatga men somsa yegani keldim-ku. Agarda marhamat somsasidan ikkita yeb olsang, 5 kungacha atir sepmay yuraverasan. Qizlar, seni mana hidingga boru, men lablarini shamadalab oladi qo'yga o'xshab, tushunaysanmi? Keyin marhamat somsasidan 4 ta yegandan keyin uydagilaringni oldiga borib, deb chekirib bersang bo'ldi. 5 kungacha qonni ochmaydi, qonni to'q yuraveradi. Marhamatdan og'zini ochib yurmagin. Tanlayingiz somsa forad, tushunaysanmi? Ha, somsa deganing u afg'on bog'da ham bo'lardi oldin-a. Ya hozir u yopilib ketgan. Ha, kular biroz aka noshtasini o'ldirib yuboraman hozir. Bilasanmi, marhamat eng ko'p nima sotiladi? Yo'q, nima sotilar ekan? Suv sotiladi. Nimaga? Chunki somsa kechgacha chanqatadi-da. Marhamatda yana bitta nomi Mingtepa bo'ladi, tushunaysanmi? Marhamat desa odamni ko'z oldiga buyuk shoirimiz Muhammad Yusuf keladi, tushunaysan? O'sha ham marhamatdan bo'ladi. Sochda mana tagidan olsa nima bo'ladi? Kal. Mana kallayni degan joylari ham bor, o'ta mashhur marhamatda, tushunyapsanmi? Keyin birorta video yoqib qolsa, qo'li bilan emas, qurolda bilan lak bosadiganlar marhamat deylar bo'ladi. Libo joyga borsa, portlatib bangilab o'radi marhamatlar. Ishonmasa kommentariyani ham ko'rasan, bangilab ketadi, uka. O'zi marhamatdan kimlar chiqqan, Marhamatdan juda katta odamlar chiqqan. Eng kichkinalari bizimiz. Butun dunyo his qilgan marhamat. Uyingizga bironta mehmon kelganda nima deysiz? Marhamat? O'sha bizni tuman bo'ladi. Pazalista nima degani? Pazalista marhamat. Ruslar his qilgan bizni. Velkomen degan nima degani? Xush kelibsiz. Marhamat. Ingliziston his qildi. Marhamatni mana shu Muhammad Yusuf shoirni yurti deyapmiz, to'g'rimi? Bir she'r peri yo'qmi? She'rni kuy qilinganlar bor. Qani? Marhamatning bog'lari, olma anor noklari, buncha go'zal qizlari, biram shirin so'zlari, buncha go'zal qizlari, biram shirin so'zlari. Marhamatlar bormi? Marhamatlar tashlab qo'yamiz. Bos orasizlar.